Mana komanda bizlar va nihoyat biz syomkadamiz. Sevinch Mo'minova qat'i ampaman deysizmi? Men cho'lga tashlab ketaman. Voy. Ana. Qatdamiz biz Qoraqalpog'istonda. O'zim shu gapiradigan bo'lib qoldi odam. Mana da qarang chiroyliligini. Masha deysiz. Masha. Masha charchash bilmaydi-ku. Masha charchab qoldi o'rtoqlar. Cho'pa qarang Qoraqalpoqda shu qit'alarda nima kayfiyatlar zo'rmi? Zo'r. Syomkadamiz, film suratga olyapmiz. Qanaqa film? Surpriz. Surpriz. Мне действительно ko'zlarim mazza qilyapti. Nega? Chiroyli. O, juda ham chiroyli mana. Shu qalada. Mana eksklyuziv YouTube uchun maxsus Sevinch Mo'minova hamda Kamila xondan. Ketmaysan. Ha. Ura. Ketmaysan. Ura. Ketmaysan. Qo'shig'amchi shpagatini ochdi, shpagat Nimaga to'g'ri aytganimda olmaysiz degan Anda. xato aytganimda olasiz. Qani ayting. To'g'ri aytganimda nima gapirim deysiz. Ayting Kamila. So'yla, ne bo'ldi yorim? Kelmay qo'yding. Voya! Voyayini bitta aytingchi. Atiya voyayni to'g'ri ayting. Voy. Asnaqa voy deganmisiz? Xullas kalom biz Qoraqalpog'iston Respublikasida sayohatdamiz, yulduz bilan sayohat. Yulduzimiz mana Sevinch Mo'minova YouTube'dagilarga, muxlislaringizga, musofirda yurganlarga nima deysiz? Salomat yuringlar. Ha. Alloh panohida bo'linglar. Ha. Duolari bilanmi? Baxt sizga. Voy rahmat. Kamila siz nima deysiz? Menga baxt. Bo'ldim. Sizga ham hammaga ham ko'rib turganlarga. Ha. Nima qilyapsiz hozir? Kasmi nima qilyapsiz hozir? Men shu chilon emas deyman, o'shanga qo'yaman. Ana Kamila ajoyib qiz ekan, zo'r qiz ekan. Bu qizni yaqindan bilmagan ekanman. Zo'r qiz ekan. Sevinch Mo'minovani qo'shig'ini Qilib olish yaxshi bo'ladi. Hammani mana shu qilib olish kerak. Mashani ketishini ko'ryapsizlarmi? Masha mana charchab qoldi lekin Masha. Ertaga konsert. Konsertdan ham eksklyuziv sujetlar. Mana bu bola esa bizning shofyor, postanovkachi operator. Xullas o'rtoqlar, biz Qoraqalpog'iston Respublikasida yulduz bilan sayohat loyihasi bo'yicha tashrif buyurganmiz. Chiroyli qal'alar, yodgorliklar, tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan madaniy meroslarimizni tomosha qilyapmiz va YouTube'ga to'liq formatda joylanarkan. Ko'rib o'zingizlar bir tomosha qilasizlar. Ajoyib tarixga ega. Zardushtiylik davridan beri hozirgacha saqlanib qolgan tepaliklar bor ekan. Shularni ko'rdik va tomosha qildik va sizlarga ham ajoyib kontentlar yaratdik. Sog' bo'linglar, qizlar, charchamanglar. Yulduz bilan sayohat loyihasi mana Qoraqalpog'istonda O'zbek turizm madaniyat vazirligi mana iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash markazi. Ochinglar endi yulduzlarimiz. Yulduzlarimizga ochib bering. Qo'yib yuboring yulduzlarimizni. Mana biz katta jamoa bilan mana shu yerga kelganmiz. Mana Sevinch xonim, Kamila, ana o'ris qizimiz. Farruh, xullas juda ham chiroyli. Voy, manzarani qarang. Opa keling mana. Komanda a'zolari. YouTube'ga maxsus yulduz bilan sayohat loyihasida Madaniyat vazirligi shunaqa ajoyib loyihani yo'lga qo'yganidan juda ham xursandmiz o'rtoqlar. Mana yurta deydi, kimdir o'tov deydi.
O'zbek turizm qo'mitasi, assalomu alaykum. Mana keldik. Yurtlarda qaranglar, haqiqiy o'tovlar. Manzarani qarang, dahshat. Atmosfera. Eski mana. Qoraqalpog'istonda, Nukusda kim ko'rgan bu yerlarni? Bepoyon dala. O'zbek turizm. Hamidulla aka mana kino kompozitor, xullas o'zidan o'zi baqiradigan odam, mana shunaqa plashatkada bitta odam bo'ladi. Ketdi, olaylik, syomka qilaylik. Yo, quyosh botadi. Mana tuya. Mana bolalar mazza qilib uchyapti. Yulduz bilan sayohatimiz davom etmoqda. Qoraqalpog'istondamiz. Assalomu alaykum, xormanglar. Juda zo'r joyda o'tiribsizlar ekan. Salomat bo'linglar. Qoraqalpog'istonda operatorlarimiz Shoh mana Astanovkachi katta operatorimiz. Mana rejissyorimiz. Oybek aka hozir aytasiz, ana Sevinchxon bunaqa gapirayotganlarda, albatta Sevinchxon betga dunyoning har xil nuqtalaridan kelib, osoyishtalik, xotirjamlik uchun shu yerda kelib haftalab yashashadi. Uni qarang, Sevinch ham xotirjam bo'lib qoldi kelib. Kamila ne xotirjam-da? Qanisiz? Voyna ne, bu qiz bunday turar ekan. Mana tuyada, ukam, isming nima? Restoran bormi bu yerda? Restoran. Ayas qala, ha? Tuyani yaqindan ko'rdik. U achchig'i kelmaydimi? It vovullayaptimi? Xullas kalom, Yulduz bilan sayohat. Bizda shunaqa. U kachalikda qizlar maza qilib tushyapti. Ayas qala degan joy shot bo'lar ekan. Mana yurtalar. Tuyalar rosa ko'p ekan lekin. Tuyalarmi? Oho, mana tuyalar. Rosa ko'p ekan tuya. Sevinch Mo'minova, qale tuya hayotda ko'rganmisiz yo birinchi marotaba? Yo'q, ko'rganman. Ko'rganmisiz? Kinolardan. Kichkinaligimizda nimaga Ozarbayjonga ketayotganimizda, mashinada ketganmiz, dadam olib ketganlar. 4 kunmi mashinada yurganmiz. Turkmaniston cho'llaridan o'tib ketayotganimizda tuyalar kelardi. Tuyalarni ko'rardik. Nima? Bodring edimi? Markovkali. Berardik. Kamila siz Birinchi ko'rganman, keyin o'sha постоянно bu yerda ko'rib yuramiz. Lekin Keyin- mana tilini bunday osiltiryapti. yani chiroyli qizlarni ko'rganda tilini osiltirar ekan. Kamil yoqdimi tuyasiz ko'rganmiz hayotda? Judayam, da, ko'rganman. Даже uchganman. Не uchganman, садилась. Uchganmisiz? Xullas kalom, Yulduz bilan sayohat loyihamizda o'zim shtativ, o'zim nima birgalikda mana Qoraqalpog'istonda Ayasqala degan joyga keldik. Yurta kamp degan mana yurtalar. Kimdir buni Qarang, turistlar kelib mana chaylarda qolar ekan. yo ovqatlanadi restoran. Keyin o'tda yotadi. Sevinch opa bu yoqqa qaragan. Как капсула. Esga tushib ketdi dedingiz, Sevinch opa. Nima esga tushdi dedingiz?
o'zi bola. Nega to'ylaysiz? Shoxaga boramiz. Bitti qaraylar. Ayup. Yaxshi qochib turaylik. Turецкий kinolarda o'ynayotgan yo'lchimi? Aktrisalar boplayverdi, молодцы. Genialniy mana qizlar. Farruh, ket tepaga. Yulduzli sayohat mana qumga botib qoldik. No yuribmiz. Mana chaqmoq. Hali bo'ldi qumga botib qolish. Oyoq kiyimim va shu qoraydi, seraydi. Orqa yuring asl. Chapga yurib bos. Mana oyoq kiyimi lekin buldozer kiyib olgan ekan. Orqa yuring. Yo'q, orqa yuring. Yaxshi, bu o'zi kiyimni bilgan ekan. Bo'l qotdik. Qotdik. Qaranglar. Qumda tirilayapti. Bu yerda ham qotdi. Bu mashinamiz ham qotdi. Yulduz bilan sayohat mana. Doda bor. Doda xo'ja bo'lyapti. Anunaqalari bilan, lekin yaxshi kapriz yo'q yulduzlar ekan, indashmayapti. Qumda. O qarang, wow. Lekin atmosfera klass. YouTube uchun maxsus Oybek Teshaboyev kanalida tomosha qilsanglar bo'ladi. Afsuski ikkinchi mashinamiz ham bor. Lekin quyosh dahshat. Mashinamiz botgandan keyin yugurib qumda ketyapmiz. Sevinch Mo'minova qolib ketdi. Ma'lumga chiqishimizga. Chiroyli manzara. Xullas kelar. Bu yotibmiz. Echki emas chiqib qolmasa bo'ladi. Bolalar kutyapti. Dahshat. O'rtoqlar. Ayaz qala Qoraqalpog'iston. Gap yo'q, priroda gap yo'q. Toza havo. Dahshat ekan. Xullas, dahshat. Stara убегает ikkinchi lobit. Hech qachon payvand qilmassiz. Dahshat. Voy. Qo'rqib ketishgan. Voy onasi. Qum. Oyoqda qarang. Kirib ketdi. Kamila молодец. От души. Voy. Ovqatga endi o'ylab ketdi. To'liga chopgan. To'g'riga. Qiynalib chiqdik. Raqqosalarga netchi. Bu qala bo'lgan ekan. Ayaz qala. Ko'ryapsizlar? Bejizga qala bo'lmagan. Yov bostirib kelganda ham butga chiqa olmaganda. Raqqosalarga mazza qilinglar. Solar ajoyib atmosfera. Ayaz qalada tepada mana raqqosa qizlar ham bor ekan. Taradidan darandan darandan dirandan. Raqs guruhi nomi nima? Qoraqalpoq qizlari mana. Ansamblning nomi kimga kerak bo'lsa? Ayqulosh ansambli. Gap yo'q qizlar. Tarixga tushib qolgandek bo'lyapti. Vot! Qanday? Kanalda ko'rasiz YouTube. Ashofan bilan rol o'ynayapmiz hozir. Olamizmi shoxaka?
dahshat. Endi degan yozuvlarga e'tibor bermaysizlar. Mana rejissyor. Syomkamiz hali hamon davom etyapti. Onajon, bitta qarab bering. Xola, Qayoqqa qarang? 72 ga kirgan ekanlar, mana. Mana shu nechta tilni bilasiz? Endi ko'p tilli qancha turist kelib ketgan bo'lsa o'shalardan salom, rahmat, xayr juda yaxshi bilamiz. Yaponchami, nemischami, fransuzchami, hammasidan. Mana shu yerda o'zlari obod qilib, mana Ayasqal'a degan joyda mana shunaqa joy qilgan ekan. Kamil. Mana kayfiyati zo'r kech bo'lishdi. Mana Sevinch Mo'minova sizlar birga. Ha. Muzlab qoldi. Mana lekin malades, zo'r qiz ekan. Mana bu qizni tanimas ekanman. Yangi qiz. Bir. Ana operatorlar, chiroqli, kachalik. Bir do'st. Do'st bo'lsang yonimda tur. Xullas Ayasqal'ada juda ham chiroyli. Prirodani. 1 2 3 4 o'rtoqlar. Mana shu to'g'ridan to'g'ri mana jismon tarbiya hozir tarbiyaviy soat. Mikrofonlarimni to'g'irlashyapti mana yigitlar. O'rtoqlar juda. Mikrofon ishlayotgan bo'lsa boshlaylik. Где не испортилось мясо, там они построили вот эту крепость, да? Bu aurasi yaxshi joy hisoblanganda go'sht aynimagan o'sha paytda. Hozir endi bu благоприятный joylarni bilish yo'llari ko'p, lekin qadimda o'sha ota-bobolarimiz shunaqa qilib bilishgan qaysi joy. O'shaning uchun bu yerda aurasi boshqacha manimchada. Buni qizlarga o'qosh bo'lyapti. Gap bo'lishi mumkin. Ko'pi ham bor sizlar. Prosta olingan xolos. So'ramiz. Mana ichidagi kafeni ko'ryapsizlar. Restoranda. Ayasqal'da. Sevinch Mo'minova olov atrofida o'tirishni yaxshi ko'rar ekanlar. Ozgina xirgoyi qilib Kamila bunga qo'shilishdi. Onam beti tarixini aytib beryapti mana. Bular uchun olov yoqdi-da endi. Qizlar jentelmenlik qilib yigitlar. Opa, istoriyani mana kelib qo'ngan, anaqa qilgan. Ko'zlaymiz, boshqa narsa qo'shmaymiz. Chista Ayasqal'a istoriyasini aytib berdingiz. Mashani qaranglar. Ha, aytib berdingiz. Ha, aytib berdingiz. Bo'lgani uchun ikkinchisi Yelkasiga kelib qo'nganini aytib berdingiz. Anaqa mamlakat dedingiz, shamol. Bugungi konsertning asl sababchisi estradamizning latofatli xushovoz xonandasi Sevinch Mo'minova. Ya bo'lishi mumkin emas. Rahmat Gulroz Xatiniylar sadosi ostida Sevinch xonim Mo'minova. Ana bosh kelibmiz, Sevinch xonim Mo'minova. Shit.